Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 204-guruh talabasi Musulmonova Nazaninman. Pedagogik kasbga kirish fanidan bizning bugun yangi mavzuyimiz kasbiy komponentlik mavzusi hisoblanadi. Bugungi mavzuda esa bizda 3 ta reja mavjud. Birinchisi kasbiy komponentlik, ikkinchisi kasbiy komponentning pedagogik faoliyatdagi rol, uchinchisi esa pedagogik kasbiy komponentligi tushunchasi. Kasbiy komponentlik pedagogning nima bilishi, nima qila olishi va qanday munosabatda bo'lishi kabi 3 asosiy o'lchovlarni mujassam etadi. Pedagogning kasbiy komponentligi bir qator tarkibiy elementlardan iborat bo'lib, ular bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Birinchisi fan va mazmuniy bilimlar, ikkinchisi esa didaktik va metodik komponentlik hisoblanadi. Uchinchisi diagnostika va baholash komponentligi, to'rtinchisi kasbiy axloq va me'yorlar, beshinchisi esa kommunikativ va hamkorlik komponentligi hisoblanadi. Fan va mazmuniy bilimlar o'qitilayotgan predmet bo'yicha chuqur va puxta tizimli bilimlar, soha yangiliklaridan xabardorlik. Didaktik va metodik komponentlik, bunda esa darsni rejalashtirish, o'qitish hamda metodlarni tanlash hisoblanadi. Diagnostika va baholash komponentligi sinf va ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, vaqt va resurslarni boshqarish usullari. Kasbiy axloq va me'yorlar komponentligi, kasb odobi, professional mas'uliyat, huquq va estetika normalariga rioya qilishdir. Kommunikativ va hamkorlik komponentligi, ota-ona, hamkasblar va jamiyat bilan o'zaro samarali muloqot va hamkorlik hisoblanadi. Pedagog shaxsining kasbiy komponentligi turli vazifalar, vaziyatlar majmuida namoyon bo'ladi. Ular o'qituvchining shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy xususiyatlarini belgilaydi. Birinchisi kasbga sadoqat, mas'uliyat, ikkinchisi esa axloqiy va ma'naviy pedagoglik hisoblanadi. Uchinchisi esa kommunikativlik va muloqot madaniyati, to'rtinchisi empatiya va bolalarga mehr, beshinchisi o'zini rivojlantirish, oltinchisi esa ijodkorlik, yettinchisi esa tashkilotchilik va liderlik hisoblanadi. Pedagogning kasbiy komponentligi bu pedagog kasbiy faoliyatini samarali va mas'uliyat bilan olib borishi uchun kerak bo'lgan kompleks kompetensiyalar majmuasi bo'lib, unga professional bilim, pedagogik texnologiyalarni qo'llash qobiliyati, baholash va diagnostika, shuningdek kasbiy axloq va me'yorlar kiradi. Pedagogning kasbiy komponentligi ta'lim-tarbiya jarayonining har bir elementida o'z ifodasini topadi. Birinchidan, ta'lim sifatini tanlash, ikkinchidan, sinf va darslarni samarali boshqarish, uchinchidan, inson taraqqiyotini qo'llab-quvvatlash, to'rtinchidan, innovatsiyalarni joriy etish, beshinchidan, baholash orqali o'zini o'zi takomillashtirish, oltinchidan, etika va ijtimoiy mas'uliyat hisoblanadi. Bugungi mavzu yuzasidan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kasbiy komponentlik shaxsning kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. U bilim, ko'nikma va malaka, kasbiy qadriyatlar hamda shaxsiy sifatlarning uzviy uyg'unligini ta'minlaydi. Kasbiy komponentlik rivojlangan sari mutaxassisning mehnat unumdorligi, mas'uliyati va raqobatbardoshligi ortib boradi. Bugungi mavzuimiz shu bilan yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.